Assalomu alaykum. Konkretno meni o'zimda yo'lim bor, o'zimda kasbim, fe'l-atvorim, xarakterim bor. Soat millari kabi, yer o'z o'qida aylangani kabi, quyosh sistemasi, planetalari aylangani kabi konkretno hamma narsa hammaga hisob-kitob bilan berilib bo'lgan degan insonlar uchun diqqat bilan eshiting. Aynan bugun siz tug'ilgan sanangiz orqali o'zingiz haqingizda bilasiz. Har bir insonda minus va plyus tomonlari bo'ladi. U vektorda harakat qiladi. Chunki bizning ko'zlarimiz va miyamiz mana shunday ko'radi va shunday harakat qiladi. Endi qarangki, insonda tug'ilgan sanasi uni shaxsini belgilaydi. Inson 0 yoshdan 17 yoshigacha, 18 yoshigacha shaxs sifatida shakllanadi. Undan so'ng uni tug'ilgan oyi kelib chiqadi. Bugun 4-oy. Va unga qo'shimcha dar, ya'ni talant berilgan. Bu yerda ham bilsa u markazida turadi. Bo'lmasa boshqa insonlarga o'zini solishtiradi va ketib qoladi markazdan. Endi qarangki, uni tug'ilgan yili ham bor. Uni tug'ilgan yili aynan bu kombinatsiyalar hisob-kitob qilinadi va uni pul yo'liga, uni kasbiga, uni har bir fikrini moddiyatga qanday aylantirishi kerak. Bu yerda ham o'zini plyus va minus jihatlari bor. Bu yerda ham plyus va minus inson tanlaydi va bu kombinatsiyalarni qo'shgan paytingizda sizda darsingiz kelib chiqadi. Bu yerda qo'shimcha yana o'zingizda darslaringiz. Agarda siz aniq va tiniq o'z yo'lim bor deydigan bo'lsangiz va ishonch qadar yurishni istasangiz, albatta podpiska tugmasini bosing, konsultatsiyaga yoziling, qaysi kasbni istayapsiz yoki qaysi holatda siz xaosdasiz. Albatta sizda o'zingizning yo'lingiz bor. O'z vektoringizda, o'z harakatingizda, taqdir yo'lingizda va markazingizda turganingizda o'z-o'zidan ong bilgandan so'ng soat millariga singari u o'zi boradi, o'zi yuradi. Endi qarang. 3 va 12 sanada, 21-30 sanada tug'ilgan insonlar haqidagi xislatlarini aytib beraman. Siz oddiy inson emassiz. Siz yaratuvchisiz, ilhom beruvchisiz. Siz kelgan joyda g'oya paydo bo'ladi. Siz gapirganingizda odamlar harakat qiladi. Siz ish boshlasangiz, atrofdagilar ham ish boshlaydi. Sizning vazifangiz yaratish, gapirish, o'rgatish, ilhom berish. Sizga pul odamlar orqali, g'oya orqali, gapirish orqali, savdo, konsalting orqali keladi. Eng katta xatoingiz ishni yarim yo'lda tashlab ketish yoki rejasiz yashash.